Yo, hammaga salom do'stlar, men sizlar bilan bugun yana har doimgidek o'sha Azizbek Gamer. Bugun biz o'sha Drive X o'yinidagi mashinalarni yana test qilishga video olaman. Mana Osmon yomg'ir yog'ayotgan qilsak, qaranglar zo'r bo'lib ketdi. Ko'rdinglarmi o'zgarayotgan? Bugun biz mana shunaqa Dravex o'yinida mashinalarni test qilamiz. Birinchi bo'lib test qiladigan mashinam test qilgan mashinalarimiz bor-ku, o'shalarni test qilmaymiz, boshqa mashinalarni test qilamiz. Masalan, qana mashina? Xo'sh. Yarim soatda o'ynanamanmi deyman. Xullas, mana Dodge Charger'ni test qilamiz. Qayerda qilamiz buni? Menimcha suspensionni qilganmiz. Qilmaganmiz. Mana o'tirgizamiz buni. Max tezlik chiqadigan joymi? Drag race mi? Max tezlik. Qanaqa joy bu? Max tezlikmi bu? Qanaqa joyini ko'ring. Max tezlikga chiqaradigan joy. Qancha men bitta. Voy. Bas, bola. Mamdan uchiramiz. Uchiramiz mashina. Uchganga kirmaydi bu, lekin uchganga kirmaydi bolalar. Xo'sh. Lekin ko'k rang ko'rinyapti menga. Lekin grafikasi zo'r. Xo'sh. Endi men bitta o'tirgizamiz. Yo'q, o'tmadi bu testimizda. Xo'sh. Men bitta o'tirgizamiz. Hozir. Mana. Shu yerda. Bola. Men buni o'tirgizamiz. To'xtanglar. Bu max tezlik qanaqa buni? Max tezlikni chiqarib yuboramiz shu yerda ham. Bo'laveradi bizaga. Chiqib max tezlikni chiqsa bo'ldi. Mana 220 ga chiqdi. Skors almashtir skors. Va 260 ga chiqar ekan Malibu'ning tezligi. Endi biz mana Mazda RX bir balaydi u ishqil. Mashina qaydi. Buni men bitta o'tirgizamiz mana. Buni ko'tarib. Motori ketdi buni. Yonmayapti. Motori bo'lgan. Oho, bola. Bugatti'ni qilamiz. Drift zo'r ekan. Yomon zo'r ekan, ha. Ko'p cho'zib o'tirmayman videoni. Voy, motori ketdimi? Sizga kirib qoldi. Ana endi motor ketdi. Endi. Endi aniq ushdi bu. Mana yondagi mashinadan qilamiz. Ya buni qiluvdik buni. Buni qiluvdik. Yana qaysi bor edi? Shu yerlarda bor edi-ku bolalar. Qayerda qolib ketdi bu ham bir shu yerlar. Mana. Shu yerda. Mana shu mashinadan qilamiz. Buni davlat suspensiyada o'tirib ko'rik. Lekin o'tirgan bo'lsam, lekin qayerda o'tiraman.
Aman zo'r etadi. Dik 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 dik. İkincisini ham o'tiramiz. İkincisi ham bor ekan. Bancha bormi? Oo, yomon bosqitdi. Buni testdan o'tkazdik. Malades, zo'r o'tdi. Keyingi mashinamiz Volkswagen. Das. Pot. Shundaymi? Volkswagen. Bu deb qo'ydi. Oho, bu ham motor ishlab turibdi. Lekin joydan jilmayapti. Qanaqa bu? What the hell, bro? Mana shu o'yinni o'ynab boshlaganimga boru 1 yil ham bo'lmadi. Hozir boshladim deymi? Hozir bunlar yarim yil bo'ldi. Shu o'yinni o'ynab boshlaganimga. Endi aniq flying bo'ldi bu. Lamborghini Fly Crash. Yo. Endi mana bunaqa mashinadan qilamiz. Buni max tezligini ko'rib o'ramiz. Dayt ko'rib o'ramiz. Menimcha bu 250 oralig'ida yuradi. Taxminimcha. Shuncha qilmaydi mashina. Dayt max tezligini chiqaramiz. Aha, ko'rinishida aytibdi. Menimcha 200 oralig'ida bor bu mashina. Yoki bilmadim. Max tezlik. Ya, men tupik bo'lib qoldim. Amanga qo'shib chiqaraman. Qayerdan? Xo'sh, mana bu yerda yurib ko'ramiz. Tekisda bu zona. Neydi grafika zo'r edi. Yomg'ir yog'adiganga qo'sham. Naydir chaqmoq urishlar to'xtab qolganmi? Bilmayman. Bo'lmaydigan mashina endi. 180 metr. 80 metr. Endi motori ham ketdi. Pegasi Porsche degan mashina. Porsche legenda emas, Buick legenda, Cobalt. Motori ketib. Men mashina yoqtiraman. Tez yuradi, ayniqsa. Dar o'zini 250 ga chiqib ketaylik, shunda 250 ga boshqasini aytmayman. Bechora mashina. Oho. Necha survival chance qilgan? Lekin yomon. Survival chance. Bu ham baribir 4-chi skors ketganda asaylashadi. Nima dedim? Buni ham o'chirib yuboramizmi? Voy, bu aniq crash nima edi? Flying testga yaraydi ekan bu. Aniq flying testga zo'r. Shuni bo'lish kerak-da flying testga. To'xtab tur. Mana yana o'tdik. Hozir bo'la gaz chekayotgan yo'q. O'zi ulgurmadim. Endi yaxshi. To'xtanglar, tezligini qaranglar. Tezlik. Mana 67 da o'tib ketdi. Voy. Bo'lmaydi ekan u.
Endi men bu dot nomi qanaqa edi buni ishqilib dot charger mana ishqilib shunaqa. Oho, motor ketmadi. Nechi foiz? 30%? Shuningdek, men 0.01% ko'rganman. Ko'rganmisizlar 0.01%ni? Bolalar. Xo'sh, Moskvich bu Moskvich mana ishqilib shunaqa. Volkswagen eski turi ekan. Buni ham o'tkazdik. Oxirgi mashinamiz Supra. Uy! 35%. Bola shu joyda videoni to'xtatishga majburman. Sim пока do'stlar. Xayr, mana Supra aytyapti. O'zi xayr bolalar deyapti. Mana eshitdinglarmi? Xayr bolalar deyapti.